Dahshat! Sardor gangster Yulduz Usmonovaning so'lig'ini to'laydimi? Xalqqa va to'y qilganlarga qiyin bo'ldi. Sardor gangsterdan Yulduz Usmonovaga dahshatli atvet va motivatsiya. Oddiy xalq dod demoqda. Bugungi dasturimizda show biznes olamidagi eng shov-shuvli muhokamani e'tiboringizga havola qilamiz. Taniqli blogger Sardor gangster primadonna Yulduz Usmonovaning soliqlari va to'y xizmatlari haqida kutilmagan video murojaat bilan chiqdi. Ushbu videoda quyidagi shok tafsilotlarini bilib olasiz. Kim kimga to'laydi? Rostdan ham Sardor gangster Yulduz Usmonovaning barcha soliqlarini to'lab bermoqchimi? Endi Yulduz Usmonovaga to'ylarda yengil bo'ladimi? Motivatsiya yoki tanqid? Blogger primadonnaga qanday motivatsiya berdi va buning ortida qanday ma'no yotibdi? Xalqqa zarba. Nega Sardor gangster soliq san'atkorlarga emas, to'y qilayotgan oddiy insonlarga qiyin bo'ldi deb bong yurmoqda? Sardor gangster Yulduz Usmonova haqida yana qanday yashirin haqiqatlarni ochib tashladi? Bu videoni o'tkazib yubormay, oxirigacha ko'ring va asl haqiqatni o'zingiz bilib oling. 24 yangiliklar kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Eng so'nggi, tezkor va shov-shuvli xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bu bola Islombek bloger. Gaplarini tushunmayotgan bo'lsangiz, o'zim tushuntirib beraman. Mata akamizga dudoy baynakli yapti. Quloqda mayga bo'ladigan bo'lyapti. Nogiron akamiz uchun uy ichida dushevoy va tualet qurilishi boshlandi. Qurilish jarayoni uyning devorini buzib, ichkaridan zamonaviy dushevoy va tualet uchun joy tayyorlanmoqda. Nimalar kerak? Hozirda bizga peskablok, unitaz, ariston va santexnika jihozlari uchun mablag' yoki qurilish mollari zarur. Sharoit og'ir. Nogiron akamiz qishda ham yozda ham tashqariga chiqmasligi uchun uy ichida issiq suv va sharoit bo'lishi shart. Yordam qilaylik. Har bir bergan 100 rublingiz yoki 10 ming so'mingiz bir murg'ak qalbning quvonchiga sabab bo'ladi. Keling jipslashib shu ishni oxiriga yetkazaylik. Sizning yordamingiz bilan bu inson issiq suvda yuvinish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hamma joyda baqir, chaqir, nima emish, artistlarga, san'atkorlarga soliq qo'yilgan. Bu gapni eshitib, Yulduz opa Usmonova, Jahongir otajonov, O'zbekistondagi barcha artistlar, qo'shiqchilar, xonandalar hammasi o'z fikrini bildirdi. Bu xabardan kommentariyalarni o'qib ko'rdim. 90% xalq xursand. Zo'r bo'pti, pul to'lasin, unday, bunday soliq to'lasin deb hamma pastda 99% xalq xursand, san'atkorlar xursand emas, ko'pchilik agressiv fikrda. Men sizlarga haqiqatni aytaman. Bu qaror chiqsa, nima bo'lishi? Undan oldin bitta like, bitta podpiska bosib qo'yinglar. Hurmatli xalqim, artistlar, hurmatli xonandalar. Bu qonun chiqishi sizlar hech qanday ziyoni bo'lmaydi. Sababi sizlar 10 ming dollarga borayotgan to'ylaringga solig'i chiqibdi ekan. Palonchi xalqim, pistonchi aka yo pistonchi opa, sizni to'yingizga 15 ming dollarga endi chiqib qo'shiq aytib kelaveraman birovga bir 4 ta qo'shiq deb sizlar yutkizmaysizlar. Ey hurmatli xalqim, xursand bo'lmanglar. Bu san'atkorlarning 99% daromadi xalq xizmatidan, ya'ni to'ydan. Bu qonun chiqsa, xalq yutqazishi mumkin, san'atkorlar hech qachon yutkazmaydi. Jonlaring sog' bo'lsin, bu qonun chiqmasligiga men bu qonunga qarshiman. Chunki Yulduz Usmonova va barcha buyuk san'atkorlarimizni, mashhur san'atkorlarimizni bir kambag'allar ham to'yda ko'rishni xohlayman. Jonlaring sog' bo'lsin. Qo'yinglar, san'atkorlarni qirib yuboringlar. O'zlaring o'tkazaveringlar. Xatm Qur'on qilib, haqiqat qilib. Yulduz Usmonova san'atkorlarga soliq joriy etilishi masalasiga keskin munosabat bildirib, bu qaror ijod erkinligiga salbiy ta'sir qilishini ochiq aytib o'tdi. Kim chiqiydi, kim ishlaydi, kim yangi qo'shiq qiladi? O'ldiringlar san'atni.
Uning fikricha, agar san'atkorlar daromadining katta qismi soliqqa tortilsa, ko'pchilik ijod qilishdan soviydi va natijada san'at rivoji sekinlashadi. Hatto u biroz kinoya bilan unda to'y va marosimlarni o'zingiz o'tkazaveringlar deya o'z noroziligini ifoda etdi. Gap bo'lishim kerak. Nalog tugul litsenziyani 10 barobar qilib qo'ylar. O'zlaring ashulaklar. Bu gaplarga javoban parda ortidagi haqiqat loyihasining asoschisi Sayfulloh boshqacha nuqtai nazarni ilgari surdi. Axir o'zlaringiz emasmi kechagacha konstitutsiya meniki, seniki deb yurgan. Endi nima uchun mana shu konstitutsiyaning majburiyatlarini bajarishga kelganda dodo so'layapsizlar? Haqiqatda artistlarning soliqqa tortilishini xato deb hisoblayman. Chunki bu bechora qatlam boydan boyga zo'rg'a kun kechiradi. Hashamatli hayotni faqatgina tushida ko'rsa kerak. Soliqni esa o'qituvchilardan undirish kerak. Chunki ular arzimagan 1 soatlik darsi uchun falon ming dollar oylik olishadi. Unga ko'ra, har qanday kasb egasi, jumladan san'atkorlar ham qonun oldida teng bo'lishi va daromadidan soliq to'lashi adolatli holat. Fidoying bo'lganimiz O'zbekiston, adoying bo'lganimiz O'zbekiston degan qo'shiqlar qayerda qoldi endi? U san'atni faqat ijod emas, balki daromad keltiradigan faoliyat sifatida ham ko'rish kerakligini ta'kidladi. Yana bittasi chiqib olib, biz davlat ideologiyasini qilyapmiz deydi. Qanaqa davlat ideologiyasi? Xalqning ongini manqurtlashtirishga xizmat qilyapsizlar, xolos. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta izohingizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Voz kechinglar bizdan. Qo'yinglar san'atkorlarni qirib yuboringlar. O'zlaring o'tkazaveringlar. Xatm Qur'on qilib, aqiqa qilib. Oldingidagi sevib qolib sponsor bo'ladi-yu, mayli-de. O'ynash bo'lsam. Yo'q, u ham yo'q hozir. Aqlli yo'q qoldi hamma. Kim deydi, kim ishlaydi, kim yangi qo'shiq qiladi? O'ldiringlar san'atni. Gap bo'lishim kerak. Nalog tugul litsenziyani 10 barobar qilib qo'ylar. O'zlaring ashulaklar. Birinchi mani avtorskiy pravamni pulimni yig'ib bersin. Davlatimiz ne nalogdan gapmiz. Kim deydi, kim ishlaydi, kim yangi qo'shiq qiladi? O'ldiringlar san'atni. Gap bo'lishim kerak. Nalog tugul litsenziyani 10 barobar qilib qo'ylar. O'zlaring ashulaklar. Boshqa gapim yo'q. Tushunmadim. Axir o'zlaringiz emasmi kechagacha konstitutsiya meniki, seniki deb yurgan. Endi nima uchun mana shu konstitutsiyaning majburiyatlarini bajarishga kelganda dodo so'layapsizlar? O'zlaringiz-ku mana shu siyosatni ertalabdan kechgacha alqaysizlar, kurslarga ko'tarasizlar, xalqning dardiga ko'z yumasizlar, xalqning manfaatiga zid qarorlar, hujjatlar chiqadigan bo'lsa, lom demaysizlar. Lekin o'zlaringizni nafsingizga teskari ish bo'ladigan bo'lsa, darrov baqir-chaqir qilib chiqish ustasizlar, ha? Fidoying bo'lganimiz O'zbekiston, adoying bo'lganimiz O'zbekiston degan qo'shiqlar qayerda qoldi endi? Sizlarni vatanparvarliklaringiz faqat qo'shiqda qolib ketadimi? Amalda fuqarolik pozitsiyasi bilan buni ko'rsatish kerak emasmi? Yana bir to'pib olgan bahonalaringiz bor. Biz davlat tadbirlarida tekinga ishtirok etib beramiz. Kim ishtirok etsin sizlarni deb? Ishtirok etmanglar, baraka topkurlar. O'zlaringizni manfaatlaringiz borligi uchun ham ishtirok etyapsizlar. O'zlaringiz iltimos qilib olasizlar. Vazirlarga yaxshi ko'rinadi, prezidentga yaxshi ko'rinadi. Hattoki ba'zi bir davlat tadbirlarida iltimos biz ham chiqaylik, prezidentimizni qo'llarini olaylik, ko'zlariga ko'rinaylik deysizlar. Mana shu orqali bir reytinglaringizni oshirmoqchi bo'lasizlar. Nima uchun buni minnat qilyapsizlar tushunmadim. Yana bittasi chiqib olib, biz davlat ideologiyasini qilyapmiz deydi. Qanaqa davlat ideologiyasi? Xalqning ongini manqurtlashtirishga xizmat qilyapsizlar, xolos. Buzuqlikni targ'ib qilyapsizlar aksariyatlaringiz. Bir rus admirali aytgan ekan, artistlar bilan fohishalarni o'ldirmanglar, ular har qanday hukumatga xizmat qilib ketaveradi deb. Mana shuning gapida jon bormi deymanda, lekin oralaringizda bitta mardi bor ekan, Davron Ergashev degan odam mana shu tan olib chiqdi, haqiqatda biz soliq to'lashimiz kerak, nima bo'ladi deb. To'g'risi, hozirgi sizlarning vaziyatlaringizni ko'rib, bechora bu artistlar ochlikdan o'lyapti, qiynalib qolyapti deb o'ylaymiz. Millionlagan xalqimiz indamasdan mana shu soliqlarni to'lab kelyapti. Nimaga sizlar buncha dodvoy qilyapsizlar? Tushunmadim. Hattoki eng kam oylik oladigan o'sha obodonlashtirishdagi xodimlar ham indamasdan o'zining daromadidan soliq to'layapti. Sizlar bo'lsa eng qiynalgan holatda ham ulardan og'ir ahvolda yashamasligingiz kerak. Nimaga bunaqa dodvoy qilyapsizlar? Tushunmadim. Sizlarning vatanparvarliklaringiz qani? Vatan deb qo'shiqlar aytasizlar-ku, mana shu qo'shiqlarning ortidan vatanparvar qo'shiqchi deb qanaqadir unvonlar olasizlar. Endi uchun bunaqa dodvoy, baraka topkurlar. Xullas, jirni o'z keling o'sha mashhur gapida jon bormi deyman-da. Вы, артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги. Вы все легли под Брежнева, под Горбачева, под Ельцина. Завтра въеду в Кремль, все будете лежать, я буду вас плевать и вытирать ноги. Bunaqa soliqni baribir qo'yayotgan paytda hisobga olish kerak. Har tomonlama bechora san'atkorlarni rostdan ham aytilyapti. Mana masalan, haydab yurgan misol uchun yaltiroq mashinalar ko'p, kredit, qarz, juda qarzlari ko'p ko'pchiliklar. Nima san'atkorlarga yana yengillik bersa, har holda yaxshi ijod mahsullari bo'lar edi. Chunki san'at har holda ideologiya uchun xizmat qiladigan eng kuchli qurol san'at. Ba'zi san'atkorlar daromadlari soliqqa tortilishidan noroziligini ma'lum qilishmoqda. Ma'lumot uchun aytish kerakki, shu paytgacha artistlar to'ylardan tushadigan pullarning solig'ini to'lashmagan. Ular shunchaki O'zbek konsert tomonidan beriladigan litsenziya to'lovini to'lash bilan fikrlanishgan xolos. Haqiqatda artistlarning soliqqa tortilishini xato deb hisoblayman.
Chunki bu bechora qatlam boydan boyga zo'rg'a kun kechiradi. Hashamatli hayotni faqatgina tushida ko'rsa kerak. Soliqni esa o'qituvchilardan undirish kerak, chunki ular arzimagan 1 soatlik darsi uchun falon ming dollar oylik olishadi. Yeb ketdimi?